Namangan Chustdan Muhammadjon ukamiz kelganlar. O'zimizda kasbdosh ekanlar. Xudo xolasa, onalariga mana shu mashinani sovg'a qildilar. O'zi qaysi mashinaga zakalab tashladingiz? Cherry 7 Pro'ga aka. Cherry 7 Pro'ga zakalab tashib keldilar-da, mana shu mashinani yoqtirib qoldilar. Shuni bermasangiz bo'lmaydi dedilar. Xudo xolasa, necha minutda qilib berdi ishingizda? Yarim soatga bormadi aka. Soatimiz 22:20. Yarim soatda hamma ishlarni bitkazib, 100% dokumentalniy qilib, xudo xolasa, bugunni o'zida qaytib chiqib ketaman deb turib oldilar. Mehmonimiz bo'lishga ko'ndiralmadik. Qanday bo'ldi? Nima o'sha bizni kuzatasiz Instagram orqali? Kuzatamiz aka. O'sha kuzatadigandan nima farq qildi? Qayerda bir yolg'on aralashdi? Yolg'on yo'q aka, 100% ishonsa bo'ladi. Birinchidan hurmat. Soat 6 ga ishlar ekansizlar aka. 4 soat, 4,5 soat kutib turdilaring, xudoga shukr. Kelib olib ketyapmiz aka. Tavsiya beraman hammaga. 100% ishonchli aka. Bemalol ishonchli olsalaring bo'ladi moshina. Namangan Chust, xudo xolasa Muhammadjonda yangi ochgan ishxonalardan mehmon bo'lamiz. Kutib olinglar. Bizning ukamiz xudo xolasa mehmonga chaqirdilar. Black Star Avtotuning. Black Star Avtotuningda mehmon, xudo xolasa mehmoni bo'lamiz. Aka, olgan mashinalarni yaxshilik kunlarga minsizlar, xo'jon. Salomat bo'ling.